kelishdi. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun bizga qo'riqlash xizmati kelib, kinonkasini qo'yib ketdilar. Endi buni bir testdan o'tkazamiz. Necha minut yetib kelar ekan, mana soatga qarang. Ko'rdingizmi? Ha. Boshqani bismillah. Qani ko'ramiz, necha minut kelar ekan, ketdik. Hadi shelik ya unda kimcha reklamalar, nimasi yo'q. Spichka yo'q. Reklamalar spichka yo'q. Hozir. O'zi spichka yo'q ekan. Aha. Xo'sh. Qani. Spichka. Ya vaqt ko'rsangiz. Ok. Hop, mana qanaqa qilmayman, bilmayman. Abi chasa bo'lgan. Boshqa soat ko'ramiz. 16 ta 1 daqiqa o'tdi. Qani. Marhamat, qaranglar, mana joyni unchoqdan bilmas ekan kelib muxlislarimizni, o'sha klientlarimizni 70% dan ziyodi o'tiradigan joyi bor ekan degan savol bilan kelyapti. O'tiradigan joyimiz mana darvozadan kiramiz, bu yerga kiramiz va shuncha stollarimiz bor. Bemalol kelaverasizlar. Qishgacha nasib bo'lsa, mana shu yerdan kiradigan xod bo'ladi. Bemalol hech qanday nima qilinmaydi. Ana shu ikkinchi stoldan kiradigan joy bo'ladi nasib bo'lsa. Adashmaysizlar, xudo xohlasa. Ichkarida banketlar bo'ladi, bitta, ikkita, uchta banket bo'ladi. Bu yerga 5 kishi, 6 kishi uzoq bilan, bu yoqda 20 kishilik ikkita banket bo'ladi, xudo xohlasa. Bemalol kelaverasizlar. Xo'sh, yangi deydilar. Abdufutbotimiz. Ha, Abdufutbotimiz esdan chiqib ketibdi. Bizlar bemalol Abdufutbotdan foydalanib, pastda silgan qoldiramiz. Shuni o'tasizlar, bemalol narxlarimizni ko'rasiz. Xo'p, undan tashqari nima desam bo'ladi? Qachon kelib olib ketish, olib ketsalaringiz bo'ladi. Qachon yetkazishimiz kerak soati. Masalan, ertalab esingizga tushyapti, obedga sizga deylik, tovuq tandir kerak. Buni obed soat 12 ga yetkazilishi kerakligini qoldirsangiz, biz sizga issiqqina tandirdan chiqqan vaqtda o'ziga yetkazamiz. Bizda ikki vaqtda tovuq tandirlarimiz chiqyapti hozir. Chiqyapti hozir. Xo'p, birinchisi 12, 11:30, 12 da tayyor bo'ladi. Xo'p, ikkinchi tandirimiz o'sh 6 dan 7 gacha yoki 5 dan 6 gacha shu 2 soat oralig'ida tayyor bo'lyapti. Bemalol murojaat qilsalaringiz bo'ladi. Undan tashqari to'ylarga chiroyli kelishtirilgan narxda mahsulot olib berasizlar. Bizlar uni tandirga bosib beramiz. Navoiy shahar ichida. Ular shahardagilar ko'proq shu narsaga qiziqyapti ekan va qayerda shu tandir bosib berishligini bilmas ekan, kelasiz, tovuqni kilosiga yoki go'shtni kilosiga biz sizga tandir qilib beramiz. Xo'p, undan tashqari mahsulotga bizni olib berishga vaqtimiz yo'q desangiz, kilosiga ham kelishtirilgan narxlarda qilib beramiz nasib bo'lsa. Bemalol kelaverasizlar. Xo'p, 19 ta o'tdi. Ya'ni 4 minut o'tdi. Ha, 4 minut o'tdi. Endi bizga qachon kelishligini aytishmagan, necha daqiqada, lekin ular kelishishi kerak. Aslida uzoqdan 5 daqiqalarda. Joylashuvimizni ham bir to'da aytib keting. Ha, joylashuvimiz Navoiy shahar, Navoiy ko'cha, Kamila Gastinisaning shundoqqina yonida. Shodlik svetoforga yetmasi Ximchiskani ro'parasida. Xo'p, yonimizda fuqarolik sudi bor. Gor gaz bor. Xullas shu atrofga kelsangiz bemalol topib olasizlar. Ha, kelishdi. 5 daqiqa yarli bormadi. Assalomu alaykum. Vizoda qildik, eksperiment qilayotgandik. Necha daqiqada kelasizlar? Chunki biz yangi nima sizlar bilan shartnoma qilgandik. Xo'p, hozir kelganlarsiz 5 daqiqa. Men juda ham xursand bo'ldim. Ya'ni qanaqa bir mojaro bo'lib qolsa, bilasiz, nimaga ko'p ishlaydigan joy ko'p. Shuni hisobiga bemalol 5 daqiqada isbot qilayotgansizlar. Bundan ham tez bo'lsa juda ham xursand bo'lardik. Biz hozir ham xursandmiz. Nima deydi? Bezovta qilganimiz o'zi. Rahmat sizga ham. Xursandmiz. Bu momo bo'lsa, o'ylama bevosita bosing. Xo'p, rahmat. O'zingizga tegishli bo'lgan territoriyada nafaqat. Masalan, ko'chalarda bo'lgan taqdirda ham bemalol bosing. Ko'chada bo'lsa ham bemalol bizga. Bemalol. Ha, xizmatida. Rahmat. Manfaati biz uchun birinchi. Rahmat. Aka charchamang. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Salomat bo'linglar. Mana tog'lar ko'rdingizlar 5 daqiqada agar
kim qo'riqlash xizmatidan hozirgacha foydalanmaydigan bo'lsa, foydalanishlaringizni tavsiya qilaman. Mojarobistonda xonadonlarda ham bular o'z xizmatini ko'rsatyapti. Imkon qadar xonadonlarga ham qo'yishliklaringizni tavsiya qilaman. Xonadonlardan adashmasam hozir qaror bo'yicha tekin. Salomat bo'lasizlar, sog' bo'lasizlar. Mayli akadan sog' bo'ling.